Sessiyasi vakolatiga kiradigan masalalarni ko'rib chiqish uchun yig'ildik. Sessiyamizda viloyat kengashiga saylangan 39 nafar deputatdan 31 nafari ishtirok etmoqdalar. Sessiya ishimizda viloyat hokimining o'rinbosari, Oila va xotin-qizlar boshqarmasi boshlig'i Tojiboyeva Nargiza Kelizbekovna ishtirok etmoqdalar. Shuningdek, kun tartibidagi masalalar yuzasidan aloqador tashkilot, boshqarma rahbarlari, ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etishmoqda. Sessiya ishi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 16-iyundagi 62-47 sonli farmoni talablariga ko'ra ijtimoiy tarmoqlarda to'g'ridan-to'g'ri yoritib boriladi. Sessiyani ochish to'g'risida kimda qanday taklif bor? Ochilsin degan taklif tushdi. Ushbu taklifni ovozga qo'yaman. Rozilar? Qarshilar? Yo'q. Betaraflar? Yo'q. Sessiyani ochiq deb e'lon qilaman. Rahmat. Hurmatli sessiya ishtirokchilari, sessiya kotibini saylab olishimiz kerak. Sessiya kotibi etib 14-Yuksalish saylov okrugidan deputat Komilov Jamol Mustafaqulovichni saylash taklifini kiritaman. Boshqa takliflar bormi? Agar bo'lmasa, nomzodimizni qo'llab ovoz berishini so'rayman. Rozilar? Qarshilar? Betaraflar? Yo'q. Tasdiqlandi. Deputat Komilov Jamol Mustafaqulovich sessiya kotibi etib saylandi. Marhamat, o'z ishingizni boshlashingiz mumkin. Hurmatli deputatlar, kun tartibiga kiritilgan masalalar barchangizga tarqatib berilgan. Boshqa takliflar bormi? Agar rozi bo'lsanglar, tasdiqlab ovoz berishingizni so'rayman. Rozilar? Qarshilar? Yo'q. Betaraflar? Yo'q. Tasdiqlandi. Hurmatli deputatlar, ish tartibini ham belgilab olishimiz kerak. Ma'ruza uchun 10-15 daqiqagacha, savollar va ma'lumotlar uchun 3 daqiqagacha. 1,5 soat ichida sessiyani yakunlasak. Ma'qul bo'lsa, qo'l ko'tarib ovoz berishingizni so'rayman. Rozilar? Qarshilar? Yo'q. Betaraflar? Yo'q. Tasdiqlandi. Rahmat. Hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari,
Xabaringiz bor, muhtaram yurtboshimiz tashabbuslari bilan kuchli kengash, tashabbuskor va hisobdor hokim tamoyili asosida mahalliy kengashlar faoliyatida yangi samarali boshqaruv mexanizmlari joriy etilmoqda. Joriy yilning 18-19 may kunlari bo'lib o'tgan Oliy Majlis Senatining 15-yalpi majlisida mahalliy davlat hokimiyati to'g'risidagi qonunga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi qonun muhokama qilinib, senatorlar tomonidan ma'qullandi. Qonun bilan mahalliy vakillik organlari faoliyatiga qator muhim yangiliklar kiritilmoqda. Jumladan, mahalliy kengashlarda kengash raisi o'rinbosari instituti joriy etilmoqda. U bir vaqtning o'zida kengash kotibiyati mudiri vazifasini ham bajaradi. Kengashlar faoliyatining uzluksizligini ta'minlash maqsadida esa kengash rayosati tashkil etiladi. Uning tarkibiga kengash rahbariyati, doimiy komissiyalar va siyosiy partiya guruhlari rahbarlari kirishi ko'zda tutilmoqda. Rayosatga sessiyaga kiritiladigan ayrim dolzarb masalalarni muhokama qilish vakolati berilishi ko'zda tutilmoqda. Bu esa ishimiz samaradorligiga katta yordam beradi deb hisoblayman. Yana bitta katta yangilik, ya'ni kengash soati instituti joriy etiladi. Endi deputatlar aholini qiynayotgan dolzarb masalalar yuzasidan mahalliy davlat organlari va mutasaddilardan tezkor javob olish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Saylovchilar fikrlari endi har qanday rahbarga rasmiyatchiliksiz darhol yetkazishi mumkin bo'ladi. Qonun muhtaram prezidentimiz tomonidan imzolangandan so'ng kuchga kiradi. Ushbu qonun biz deputatlarning faoliyatimizni, umuman vakillik nazorati ta'sirchanligini kuchaytirishga, hududiy muammolarni hal etish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Hurmatli deputatlar, endi sessiya kun tartibidagi masalalarni ko'rib chiqishga o'tamiz. Davlatimiz rahbarining 2026-yil 16-fevraldagi mamlakat taraqqiyotining 2030-yilgacha mo'ljallangan ustuvor yo'nalishlar doirasida islohotlarni izchil davom ettirish va yangi bosqichga olib chiqishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi 66-son farmonida bajarilishi zarur bo'lgan asosiy maqsadlar belgilandi. Unga ko'ra O'zbekiston 2030 strategiyasi doirasida xotin-qizlarning davlat va jamiyat boshqaruvidagi ishtirokini kengaytirish, rahbarlik lavozimlarida xotin-qizlar ulushini 35% ga yetkazish, davlat fuqarolik xizmatida ayollar ulushini 40% ga oshirish, davlat ishtirokidagi korxonalar kuzatuv kengashlarida xotin-qizlar ulushini ko'paytirish, xotin-qizlarni kasb, hunar va tadbirkorlikka o'qitish, 31-60 yoshli ayollarning kasbiy ko'nikmalarini rivojlantirish, axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanuvchi xotin-qizlar sonini 500 ming nafarga yetkazish, yoshlarni, ayniqsa qizlarni oilaviy hayotga tayyorlash kurslari bilan qamrab olish, gender tenglikni ta'minlash va xotin-qizlarning huquqlarini himoya qilish mexanizmlarini kuchaytirish va boshqa masalalar o'rin olgan. Hurmatli deputatlar, haqiqatdan ham muhtaram prezidentimiz rahbarligida xotin-qizlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularni jamiyatdagi o'rnini mustahkamlash, farovon hayot kechirishlari uchun barcha imkoniyat, sharoitlar yaratib berilgan. Kun tartibidagi birinchi masala yuzasidan so'zni viloyat hokimining o'rinbosari, oila va xotin-qizlar boshqarmasi boshlig'i Tojiboyeva Nargiza Keldibekovnaga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli rais, hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari. Darhaqiqat mamlakatimizda prezidentimiz rahbarligida barcha sohalarda xotin-qizlar faolligini oshirish, ularning ta'lim va kasbiy ko'nikmalar olishi hamda bandligini ta'minlashga ko'maklashish, shuningdek oliy ta'limga qamrovini oshirish borasida keng ko'lamli davlat siyosati amalga oshirilmoqda. Xususan oliy ta'lim yo'nalishida 2025-2026 o'quv yili uchun ijtimoiy ehtiyojmand oila vakillari, yetim yoki ota-onasining qaramog'idan mahrum bo'lgan talaba xotin-qizlarning oliy ta'lim olishini moddiy jihatdan qo'llab-quvvatlash bo'yicha oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan ehtiyojmand oilalardagi 126 nafar talaba qizlarga 1 milliard 40 million so'm kontrakt to'lovlari davlat byudjetidan qoplab berildi. Vazirlar Mahkamasini 322 sonli qarori asosida mana joriy yilning may oyida
Pokiza Shavkatovna, hozir platforma orqali qabullar boshlangan, ya'ni 5 yillik mehnat stajiga ega bo'lgan xotin-qizlarimizni oliy ta'limga qamrovi bo'yicha ayni jarayon mana shu may oyida davom etmoqda va shuningdek yanagi haftadan 402-sonli Vazirlar Mahkamasining qarori bor. Bunda ham ehtiyojmand oiladagi qizlarimizni oliy ta'limga qamrov bo'yicha tavsiyanomalar asosida qabul qilish bo'yicha jarayon boshlanadi. Bunda ham albatta joylarda barcha targ'ibot tashviqot ishlari olib borilyapti. Bu jarayon ham platforma orqali amalga oshiriladi. Pokiza Shavkatovna, albatta kambag'allik reyestrida turgan va o'sha yerda 8 ta imtiyozi bor, mezoni bor. 8 ta mezon asosiga talabiga javob beradigan qizlarimiz mana shu tavsiyalar asosida oliy ta'limga qamrovi qayd etiladi. Shuningdek, xotin-qizlarning bandlik yo'nalishi bo'yicha mehnat bozorida munosib o'rin egallashi, ularning iqtisodiy jihatdan faol va mustaqil bo'lishi nafaqat oila, balki butun jamiyat farovonligi uchun muhimdir. Barcha tuman va shaharlarda, chekka qishloqlarda, joylarda ham uy mehnat va kasanachilik asosida daromad topish uchun ayollarimizga keng imkoniyatlar yaratildi. 2069 nafar xotin-qizlar kasb-hunar tadbirkorlikka o'qitildi. Shundan 1124 nafar kasb-hunarga, 945 nafar tadbirkorlik ko'nikmalariga, 2081 nafar xotin-qizlarga tijorat banklari tomonidan 84,5 milliard so'm kredit mablag'lari ajratildi. 2491 nafar xotin-qizlarga, hunarmandlarga 2026-yil xotin-qizlarning bandligini ta'minlash maqsadida daromadli ayol dasturi doirasida 282 ta loyiha amalga oshirish natijasida 9820 nafar xotin-qizlar bandligi ta'minlash rejalashtirilgan. Amalga oshiriladigan loyihalar 5 ta yo'nalishda, jumladan asalarichilik, hunarmandchilik, tomorqachilik, parrandachilik, kasanachilik yo'nalishlari bo'yicha belgilangan. Loyihani amalga oshiradigan tadbirkorlarning ro'yxati aniq, manzilli shakllantirilgan. Bugungi kunga qadar shahar va tumanlarda 114 ta loyihalar ishga tushirildi. Natijasida 1420 nafar xotin-qizlar lider tadbirkorlarga biriktirildi. Keyingi masalamiz bu ajrimlar masalasi. Pokiza Shavkatovna, ajrimlar masalasida 2026-yil 3 oy davomida 426 ta ajrim qayd etildi. 221 ta mahallalardan 56 tasida ajrimlar soni oshgan. 73 ta mahalla fuqarolar yig'inida ajrimlar soni kamaygan. 92 ta mahalla fuqarolar yig'inida ajrimlar soni barqaror bo'lib kelmoqda. Ajrimlar oqibatida 324 nafar bola otasiz yoki onasiz tarbiyalanmoqda. Ajrim sabablari tahlil qilinganda 18 ta farzandsizlik, 15 ta uchinchi shaxs aralashuvi, 13 tasi nikohlanish shaxslarning oilaga tayyor emasligi, 11 tasi xiyonat, 6 tasi spirtli ichimliklarga ruju qo'yishi, 363 tasi boshqa sabablarga ko'ra qayd etilgan. Ajrimlarning oldini olish borasida mahallada oilaviy qadriyatlar komissiyasi va oqila ayollar harakati a'zolari faoliyat olib bormoqda. Ularning sa'y-harakati bilan ajrim yoqasidagi 427 ta oiladan 103 nafarini yarashtirishga erishildi. Shar'iy nikoh asosida yashayotgan 179 ta oiladan 169 taning nikohi qonuniylashtirildi. Pokiza Shavkatovna, har juma kuni biz Oila va xotin-qizlar boshqarmasi qoshida ajrimlarning muhokamasini tashkil qilganmiz va bu yerda biz birinchi navbatda shu nuroniylarimizga, oqila ayollar harakati a'zolariga, deputatlarimizga, qaysidir jarayonlarda deputatlarimiz ham ishtirok etyapti, hamda hamkor tashkilotlarga o'z minnatdorchiligimizni bildirmoqchimiz. Chunki ajrimni yarashtirish holatlari oson bo'lmayapti. Natija juda kam bo'lyapti, lekin shunga qaramasdan biz bitta oilani yarashtirsak ham bu biz uchun katta bir yutuq deb hisoblaymiz. Chunki o'sha oilani farzandlarini boyagi yetimlikdan asrab qolish masalalari va boshqa masalalarda demak biz qo'limizdan kelguncha amaliy ko'mak bergan bo'lamiz. Ajrimlarda shuningdek tahlil jarayonlarida shuni ko'rsatmoqdaki, Pokiza Shavkatovna, migratsiya masalalari ham juda katta rol o'ynayapti. Ya'ni o'sha onalarimizni migratsiyaga ishlagani ketishi, farzandlarni o'sha vasiylik asosida yoki shunchaki nima qilib taqdir nimasiga tashab ketishi, bu borada ham juda ko'p uchrashuvlarda targ'ibot, tashviqot, tushuntirish ishlari olib borilyapti.
ya'ni o'sha birinchi navbatda ona farzand tarbiyasida mas'ulligi, onani o'sha shu joylarda o'zimizni davlatimizda, yurtimizda ish bilan ta'minlash masalalari ham, ya'ni oilani muammosini o'rgangan holda shu muammo nima sabab bo'lyaptiki, chetga chiqib ketishga ona harakat qilyapti. Bu masalalarda amaliy yordam berish borasida barcha jamoatchilik demak bugun kirishgan, chunki oila masalasi, ayol masalasi, farzand masalasi bu davlat siyosati, davlat masalasi, bu eng katta muammolarimizdan biri va bugun butun jamoatchilik bu masalani yechishga birgalikda kirishgan, harakat qilyapti. Biz qayerdaki bu masalani muhokama qilmaylik, qayerdaki ish olib bormaylik, albatta yonimizda har qanday kerakli bo'lgan idorani vakili yoki rahbarlarni yaqindan ko'mak berishi bugun jarayonda, demak har birini o'zini mas'ulligini his qilayotganini biz tushunib yetmoqdamiz. Jinoyatchilik hamda tazyiq va zo'ravonlik bo'yicha xotin-qizlar tomonidan 3 oy davomida bitta jinoyat sodir etilgan. Bu ham bo'lsa Mirzobod tumanida. Bu o'tgan yilga nisbatan 5 taga kamaygan. 6003 nafar xotin-qizlar profilaktik hisobga olingan. Ularning 5660 nafari hisobdan chiqarilgan. Xotin-qizlarning o'z joniga qasd, suiqasd holatlari 15 tadan 24 taga ko'paygan. Bu holat Yangiyer va Sayxunobodda 4 ta, Mirzobodda 3 ta, Shirinda 2 tadan qayd etilgan. Yil davomida nizolashayotgan oilalarga 996 nafariga himoya orderi berildi. 5216 nafar himoya orderi masalasida to'xtab o'tmoqchiman, Pokiza Shavkatovna. Bu o'tgan yilga nisbatan albatta ko'rsatkichlarimiz kamaygan. O'tgan yilgi shu davrda bizda 2970 nafar 70 ta himoya orderi berilgan bo'lsa, bu yil 996 ta berilyapti birinchi chorak davomida. Demak, bu yerda shu viloyatda butun jamoatchilikning faoliyatini ko'rsatib beryapti bu raqamlar, lekin 996, ya'ni 1000 ga yaqin raqamimiz, bu ham katta raqam. Va mana shu yerda bizga deputatlarimizni juda katta yordami kerak bo'lyapti. Bu borada boshqarmada mutaxassisimiz faoliyat olib boryapti. Men shu so'zni chuqur tahlil olib borgan mutaxassisimga bir ikki og'iz so'zni bersam, marhamat Shuhrat aka. Mikrofon bo'lsa agar. Mikrofon yo'qmi yigitlar? Bu yerda biz taklif bilan shu deputatlarga murojaat qilmoqchimiz. Bilasizlar, himoya orderi mahallalarda ichki ishlar inspektorlari, profilaktika inspektorlari tomonidan beriladi. Marhamat Shuhrat aka. Assalomu alaykum. Pokiza Shavkatovna, hurmatli deputatlar. Hozir mana Nargiz opa juda dolzarb masalani ko'tardi. Shu masalada sizlarga ham ancha yordamlaringiz kerak bo'lyapti bu tizimga. Birinchi masala bo'yicha tazyiq zo'ravonlik holati bo'yicha men yordam so'ramoqchi bo'lganim. Bu tazyiq zo'ravonlikni oldini olish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi qonuni chiqqan 2019-yil 2-sentyabrda 561-sonli qonun. Ushbu qonunning 14-moddasida belgilab qo'yilgan. Himoya orderini joylarda holat aniqlangandan keyin profilaktik inspektori himoya orderini rasmiylashtirib 24 soat ichida xotin-qizlar faoliga, mahalla raisiga, ijtimoiy xodimga, tegishli bandlik bo'yicha xodimlarga xabar berish kerak. Bu bo'yicha endi hozir integratsiya masalasi hal bo'ldi-yu, ijtimoiy xodim bilan profilaktik inspektor misol rasmiylashtirilgandan keyin himoya orderi ikkalasining integratsiyasida birdan ko'rinadi. Bizning tizimda ham qo'shish kerak-ku, haligacha lekin qo'shilgan yo'q. Sizlardan bir yordam bo'lardi. Iltimos. Mana nima yordam kerak bizdan? Mana nima qilib bersak, mana kengash tomonidan mana shu integratsiya masalasini ko'taryapsiz-da, to'g'rimi? Integratsiya birinchi o'rinda. Ikkinchi o'rinda yana bir tomoni bor. Takroriy berilgan himoya orderlar bor. Oilaviy nizoda tazyiq zo'ravonlik sodir etilgandan keyin himoya orderi 30 kun muddatga beriladi. 30 kun muddatga. Nizoni endi chuqur o'rganib, uni sog'lom hayotga qaytarib, to'g'ri yo'lga chiqarish uchun 30 kun kam. Bu yerda qonunda
u davom etaversa, profilaktik inspektori u holatni chuqur o'rgangan holda materialni sudga bersa, sud 6 oydan 1 yilgacha uzaytirish vakolatiga ega. Hozirgi kunda bizdagi masala bo'layotgani 30 kunda tugatib, bu holatni yopib, ikkinchi marta holatiga takroran berilyapti-da, tuzatish dasturi o'tkazilmayapti. Tuzatish dasturi o'tkazish hozirgi kunda bizda bilmadim, rosa katta muammo bo'lsa kerak. Hali respublikada ham qo'llanmagan holatda bu tuzatish dasturi. Ta'zir zo'ravonlik sodir etgan shaxsni nima desam bo'ladi? Majburiy tarzda tuzatish dasturini o'tkazishimiz kerak qonun bo'yicha. Bu yerda tuzatish dasturidan o'tkazish holatni agressorni bizni oila va xotin-qizlar tizimiga yuklab qo'yilyapti-da. Bu menimcha noto'g'ri deb shunga taklifda yordamlaringizni so'ramoqchi edim. Demak, hozir shuni masala shunday bo'lyaptiki, qonunga o'zgartirish kiritish. taklif Taklifini kerak Pokiza kiritmoqchilar. Shavkatni. Bo'lmasam taklifi nima deydi? Mana yuristlarimiz bor, Jahongir shu yerda o'tiribdilar. Bormi hozir shu yerdalar? Bir ko'ringlarda, birgalikda ishlanglar. Agar qonunga o'zgartirish taklifini beradigan bo'lsanglar, biz buni senatga chiqarishga, Oliy Majlisga chiqarishga harakat qilamiz bu masalada. Chunki tajriba bu oldin bo'lmagan bu narsa, bu yangilik. Yangi tizim o'sha to jamiyatga kirishib ketguncha ham nimalari chiqadi-da, har xil holatlari chiqadi. Bu tabiiy hol, shuning uchun ham buni mana masalani o'sha yaxshilab o'rganib, birinchidan agar bu kerak bo'ladigan bo'lsa, haqiqatda o'sha bularning takliflari to'g'ri keladigan bo'lsa, beringlar taklifi, bu nima joyi yo'q, noto'g'ri joyi yo'q. Rahmat. Yana bir oxirgi masala edi, iltimos so'rardik. Mana viloyatda yaqinda viloyat hokimimizni yordami bilan nizoli oilalarga, viloyatimizda 549 ta nizoli oilaga 144 ta tashkilot rahbarlari biriktirildi. Ularni yarashtirish masalasida. Mana shuni ijrosi bo'yicha nazoratga olib yordam bersalaringiz deb so'ramoqchi edik. Demak, deputatlik nazoratini o'rnatib berishimiz kerak. Yaxshi bo'lmasa, Nargiza Keldibekovna, shu ro'yxatlarni bizga agar bersangiz, mayli, biz yordam berishga tayyormiz. Rahmat. Marhamat. Rahmat. Bormi? Yana bor masalalarimiz. Hozir. Pokiza Shavkatovna, masalalarimiz bilasiz juda ko'p. Demak, mana bu bugun ayollarimizni, o'sha rahbar ayollarimizni ulushi tahlil qilinganda 12.4% ni tashkil etmoqda. Yana ham viloyat hokimi Erkinjon Xubutayevich tomonidan kadrlar masalasi tahlil qilinganda o'zimiz ahamiyat beryapmiz. Mana bu yil davomida qanchalik o'sha tashkilot rahbarlari yoki tashkilot rahbarlariga o'rinbosar sifatida ayollarimizni tavsiya qilayotgani va ular bugun shu lavozimlarda faoliyat olib borayotgani juda ham tahsinga loyiq, lekin baribir Sirdaryo viloyatida bu ko'rsatkichlar 12.4% ni tashkil etmoqda. Va davlat xizmatida esa 18.5%. Bu borada demak biz ishlayapmiz Pokiza Shavkatovna. Ya'ni o'sha kadrlarni, xotin-qizlarni bugun o'sha rahbarlik lavozimiga tayinlash yoki tashkilotlarda shu o'rinni topish maqsadida ayollarning ham salmog'ini oshirish borasida keng qamrovli ishlar olib borilyapti. Pokiza Shavkatovna, 2026-yil uchun ham vazifalar belgilaganmiz. Demak, jamiyatda xotin-qizlarning faolligini oshirish, ijtimoiy himoyaga muhtoj xotin-qizlarni moddiy qo'llab-quvvatlash hamda ishsiz ayollarning bandligini ta'minlash bo'yicha dastur 59 banddan iborat dastur ishlab chiqilgan va ijroga qaratilgan. Mazkur dasturda 5349 nafar xotin-qizlar kasb-hunar va tadbirkorlikka o'qitish bo'yicha o'quvlarga jalb qilinadi. 9200 nafar nikohlanuvchilar oilaviy hayotga tayyorlash o'quvlarida o'qitiladi. Erta nikoh, qarindoshlar va noqonuniy nikohlar va erta tug'ruqlarni oldini olish bo'yicha targ'ibot tadbirlari o'tkaziladi.
Haftaning har chorshanba kunlari ahil oila tadbirlari doirasida 617 nafar notinch nizoli oilalar bilan ishlash va ularni sog'lom turmush tarziga qaytarish, ijtimoiy ma'naviy muhit barqarorligini ta'minlashga erishiladi. Oilalar farovonligi barqarorligini ta'minlash, erta nikoh, qarindoshlar va noqonuniy nikohlar va erta tug'ruqlarning oldini olish, xotin-qizlar o'rtasida reproduktiv salomatlik qoidalariga rioya etish, sog'lom turmush tarzini targ'ib etish maqsadida 1500 ta uchrashuv, davra suhbatlari hamda targ'ibot tadbirlari amalga oshirish rejalashtirilgan. Xotin-qizlar va bolalarga nisbatan tazyiq va zo'ravonlik holatlariga olib keladigan sabablar hamda shart-sharoitlarni aniqlash bo'yicha tadbirlarni tashkil etish va bartaraf etish yuzasidan amaliy choralar ko'riladi. Xotin-qizlar o'rtasida milliy liboslar targ'ibotiga qaratilgan Xonatlas festivali va oyliklari o'tkaziladi. Ayollar daftariga kiritilgan 27 ming nafar ehtiyojmand xotin-qizlarga tizimli ravishda amaliy yordamlar ko'rsatiladi. Ijtimoiy profilaktika elektron tizimi orqali nizoli oilalar, og'ir ijtimoiy ahvolga tushib qolgan va profilaktik hisobda turgan xotin-qizlar bilan profilaktik tadbirlar amalga oshiriladi. Mahallalarda xavfsiz muhitni yaratish yo'nalishida yaxlit manzilli ishlash tizimini joriy etishga qaratilgan yo'l xaritada belgilangan vazifalar ijrosi to'liq ta'minlanishi erishiladi. Ayollar daftari bo'yicha Pokiza Shavkatovna bu yil 27 mingta xotin-qizlarimiz kiritilgan. 6 ta yo'nalish bo'yicha shu 6 ta toifani 5 ta toifa bo'yicha shu 5 ta toifani bugun ijrosini amalga oshirish bo'yicha yaqinda Vazirlar Mahkamasini qarori tasdiqlandi. Bugun bizda o'sha daftarimizda 9 milliard 236 million mablag'imiz bor. Bu yetarli. Bilasiz, erta o'sha uy ta'miri, ijara haqqi to'lovlari, xotin-qizlarning kreditlari, ularni bandligini ta'minlash masalalari hamda huquqiy, tibbiy va psixologik yordamlar borasida ham ishlar amalga oshiriladi. Bu borada ham ta'lim muassasalaridagi o'sha psixologlarimizning faoliyati, adliya boshqarmasi, prokuratura, ichki ishlar vakillarining huquqiy maslahatlari amalga oshirib kelinyapti. Pokiza Shavkatovna, bu yerda imkoniyatimiz ham yetarli, salohiyatimiz ham yetarli. Bu daftardagi barcha berilgan topshiriqlarning ijrosini ta'minlashda Rustam aka Tursunmurodov, ya'ni kasaba uyushmalari bilan birgalikda amalga oshiryapmiz. Joylarda hamma vakillar yetarli, kasaba uyushmadan ham biriktirilgan, boshqarmadan ham vakillar biriktirilgan va shuningdek bugun deputatlar ham bu jarayonlarda amaliy yordam berib kelyapti. Bir gruppamiz bor, ijtimoiy tarmoqlarda, Telegram gruppada xotin-qizlar muammosi degan o'zingizning xabaringiz bor. Har hafta bu xotin-qizlar gruppasidagi muammolar bo'yicha tahlil qilinadi va tahlil apparat yig'ilishga kiritib borilyapti. O'sha tahlillarda nafaqat mahallani ijtimoiy infratuzilma masalalari, balkim bugun o'sha xotin-qizlarni qiynayotgan muammolar, ularning sog'lig'i borasida, o'sha ishsizligi borasida, oliy ta'limga qamrovi borasida, boyaginday notinch oilalar borasida barcha masalalar qamrab olingan va bu borada topshiriqlar tegishli tashkilotlar tomonidan o'z vaqtida sifatli bajarilyapti, axborot berilyapti va keyingi muammolarni bosqichma-bosqich yechish bo'yicha rejalarda belgilab amalga oshirib kelyapmiz. Pokiza Shavkatovna, rahmat. Rahmat sizga ham. Marhamat, Nargiza Kezbekovnaga savollar bormi? Marhamat, Ravshan aka. Mikrofon bersanglar yaxshi bo'lardi. Ikkinchi savolim, jamoatchilik asosida ishlaydigan olima ayollar tashkiloti bor. Hamma viloyatda bor, respublikada bor. Xo'p, Sirdaryo viloyatida bormi? Bular nima ish bilan shug'ullanadi? Biror joyda ko'rinmaydi. Bu shuni haqida ma'lumot bersangiz. Uchinchi savolim, chet elda himoya qilib kelgan fan doktorligi yoki falsafa doktori yoki fan nomzodi ayollarning ichidan nechta nafar bor? Bu Sirdaryo viloyatining yuzi hisoblanadi. Chunki chet elga borib ayollarni o'qib kelishi yoki o'sha himoya qilib kelishi juda katta yutuq hisoblanadi. Bular haqida hisobotda ma'lumot eshitmadik. Mumkin bo'lsa ma'lumot bersa yaxshi bo'lardi. Rahmat, Ravshan aka, rahmat. Jamiyatda shu ayollarning siyosiy faolligini oshirish borasida dasturlarimiz tasdiqlab olganmiz. Birinchi navbatda o'sha zaxira kadrlar bilan ishlash,
keyin boya ta'kidlab o'tganimdek o'sha rahbarlik lavozimlariga ularni o'qitish, ya'ni o'sha Prezident akademiyasi qoshida tashkil etilgan ayollar maktabi bor. Rahbar ayollar maktabi. O'sha rahbar ayollar maktabida har yili bizda 6 tadan 9 tagacha ayollarimiz taklif etilyapti, o'qitilyapti. Bu borada biz Argus bilan birgalikda bamaslahat faoliyat olib boramiz. Keyin mana shu deputatlikka ham xotin-qizlarimizni ulushini oshirish, ularni tavsiya qilish borasida ham kengash bilan birgalikda faoliyat olib boryapmiz. Ikkinchi masalangiz, Ravshan aka, oliy ta'lim bilan bugungi kunda juda ham hamkorlik yaxshi yo'lga qo'yilgan. Birinchi navbatda bizga eng ko'makchi bo'layotgan o'sha psixologlarimiz yordami, olima ayollarimizni. Olima ayollar uyushmasi tashkil etilgan, yo'q emas, bor. Bu olima ayollarning ham faoliyati birgalikda, hamkorlikda amalga oshirilyapti. Faqatgina bitta masala, mana yaqinda nima bilan birgalikda ham kadrlarimiz rahbar bilan birgalikda suhbat jarayonida ham suhbat o'tkazgan paytimizda oliy ta'limlarga borib, ularda ko'proq fikr, o'zini faoliyatini mana shu oliy ta'lim muassasasida davom ettirish, rahbarlikka taklif qilganimizda yo deputatlikka taklif qilganimizda ko'proq ular mana shu ilm bilan, fan bilan shug'ullanishlarini fikrini bildirdi-da Ravshan aka. Lekin bugun o'sha o'qituvchilarimiz, olimalarimiz hammasi jamiyatda, mana shu jarayonlarimizda talaba qizlarimiz hammasi faol. Ped institutda misol uchun Hilola qizimizni o'sha rektor o'rinbosari sifatida faoliyat olib borayotgani, boshlang'ich tashkiloti rahbari Nodira opani faoliyati, Guliston davlat universitetida Nigoraxon birgalikda mana ish olib boryapmiz. Shoira opa bilan memorandumlarimiz bor. Shoira Ayubovna bilan birgalikda o'sha ayollar daftaridagi butun o'sha psixologik yordamga muhtoj bo'lgan xotin-qizlarimiz bilan birgalikda barcha tadbirlarni yuklama qilib berganmiz. Shoira opa bugungi kunda biz bilan juda hamkorlikda ish olib boryapti va ishi juda natijali bo'lyapti. Chet eldagi, to'g'risi bu borada raqamlarimiz yo'q. To'g'ri, o'rinli savol berdingiz, Ravshan aka. Bu borada raqamlarimiz yo'q. Lekin bugun davlat o'sha muhtaram prezidentimiz aynan shu chet davlatida o'qiyotgan qizlarimiz uchun boyagi qo'llab-quvvatlash jamg'armasidan ajratilayotgan mablag'lar, imkoniyatlar keng demoqchiman. O'sha olima ayollarimiz, olima qizlarimiz uchun imkoniyatlar keng. Bu bizni kamchiligimiz, to'g'ri. Rahmat. Ravshan aka endi o'zlari olim bo'lganlari uchun olima ayollar haqida qiziqdilar. Ravshan aka o'zingiz yordam bersangiz, qani nechtasi bitirib kelyapti, nechtasi kelyapti, chet elda nechtasi yoqladi. Bu ham bitta xotin-qizlarimizga yordam bo'lardi. Rahmat. Lekin har yili innovatsion olima ayollarning yangiliklari, yangi innovatsiyalari bo'yicha biz tanlovlar o'tkazamiz har yili. Bu qo'mita tomonidan o'tkaziladi. Xuddi shu tartibda biz universitetda, Ped institut hamda ximiya texnologiyalari universitetida shu olima qizlarimiz taklif qilgan holda ularni shu tanlovlarda ishtirok etib, yangiliklarni eshitib boramiz. Rahmat. Marhamat Norbek aka, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli rais, hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari. Juda chiroyli, mana eshitdik hisobotlarda. Bir Nargiza Kelibekova, mana kecha Oqoltin tumanidagi Yangi Davr mahallasida, endi juda ko'p mahallalarda ko'p yuraman men. Shu mahallaning yonida bitta fabrika ishlardi. Hozir ishlamayapti, bilasiz. Endi shu mahalladan 800-900 metr nariyoqda yana bitta fabrika ochildi. Kecha rais aytayaptiki, mana deydi, kambag'allikdan chiqarish kerak edi, chiqardik 27 tani, lekin 27 tani ichida yana qo'shilib, yana 30 kishi bo'lib, двойной bo'lib yana ariza beryapti deydi. Endi to'g'ri, bunga haligini kompyuter rol o'ynaydi, inson omili yo'q. Lekin bolasiga 600 ming so'm, 700 ming so'm nafaqa olishni xohlayapti-da, 2 million 200 ming hozir shunday beryapti maoshni, olish borib o'sha yerga uzoq emas, 800 metr borib ishlashni xohlamaydi. Men demoqchiman, mana bu oila qadriyatlar komissiyasi hamda mana oqila ayollar mana shu nechta marta shu mahallalarga borgan bo'lsa, men biror marta uchratmaganman bular. Balki ular o'zini vaqtida ishlar, balki men noto'g'ri gapirayotganman. Demoqchiman, bu ayollarning
o'sha tashviqot qilish kerak uni ishlashga o'sha yoqqa. Uyda o'tirib ana biz haqiqiy boqimandaga aylantirib qo'ya qoldik. Faqat telefon qilishadi, yordam ber. Harakat ham yo'q bo'lish kerak. Bunga sizdan iltimos buni e'tibor qaratishni so'ramoqchiman. Chunki ayollar faol bor u yerda, yana boshqa kishilar bor, mas'ullar. Faqat so'raver, ber degan bilan ish bo'lmasligini bilaman. Shu keyin mana qarang, 600 ming so'm bilan 2 millionning o'rtasida 3 barobar farq bo'lsa kerak buning o'rtasida. To'g'rimi? O'shani keyin yana eng oxirgisi nima? Men ichki ishlar bilan gaplashganman. Shu order masalasida. Ichki ishlar tomonidan haqiqatan ham bor faktni berishganda, shunday holatda aytishyaptilar. Biz bor faktni beryapmiz. Lekin shu xotin-qizlarga tegishli bo'lgan tashkilotlar tomonidan bu narsani sonini qisqartirilishga, qo'ying mana shu o'tib ketaversin deb aytgan holatlar bo'lyapti, deyapti-da. O'sha himoya orderida. Order masalasida. Chunki endi kutilmaganda bo'ladigan baxtsiz hodisalar, misol uchun o'shani haqiqatan vaqtida orderni berib, o'shani muhofazaga olinsa, bu yaxshi. Bitta bo'lsa ham, qo'ying, menga e'tibor bermaylik, ertaga joyga uchib ketar desak, balki yomonlik bilan tugar. Shuning uchun o'sha ichki ishlar ham o'ylab, qarab, analiz qilib berayotgan bo'lsa kerak, o'sha hamkorliklaringni kuchaytirishlaringizni taklif bermoqchiman. Endi men uni ismi, familiya hammasini aytayotmoqchi emasman. Men taklif berdim, qabul qilinglar. Rahmat sizga. Norbek aka, rahmat. Himoya orderi bo'yicha yuqorida aytib o'tdim. 3000 ta edi, o'tgan yili bu yil o'sha natija berganki 900 taga tushdi-da Norbek aka. Bu yerda to'g'ri ko'rinmasa kerak, lekin boyagi Oqila ayollar harakati rahbari shaxsan viloyatda Pokiza Shavkatovnaning o'zlari, tumanlarda ham, mahallalarda ham oilaviy qadriyatlar komissiyasi raisi, mahalla raislari hisoblanadi. Ajrim borasida agar Sirdaryoni ayoli kanalimizni kuzatib borsangiz, mana shu har chorshanba tumanlarda juma kuni viloyat boshqarmasida boya yuqorida aytib o'tgandek tahlil qilib boramiz. E'tirozingiz o'rinli, qaysidir joyda bu a'zolarning faoliyati sustdir. Norbek aka, buni biz albatta ko'rib chiqamiz, tahlilini qilib olamiz. Himoya orderi borasida boya yuqorida mutaxassisimiz ham ta'kidlab o'tdi. Zo'ravonlik holati qayd etilganda buni ichki ishlar profilaktika inspektori nimaga oladi? Keyin himoya orderi beradi-da Norbek aka. Va shu o'rinda agressor bilan ishlash bo'yicha tuzatish dasturini xotin-qizlar faoliga yo'naltiryapti. Agressor bilasiz, ko'p holatda erkak kishi bo'ladi-da. Erkak kishi bo'ladi. Bergan taklifimiz bu yerda mana shuni tuzatish dasturidagi yuklamani ko'rib chiqish masalasini biz qo'yapmiz deputatlarga. Taklif berish masalasini, chunki baribir bu yerda ichki ishlar o'zi agressor bilan sal chuqurroq yondashmasa, bu nimaga menimcha mahalla xotin-qizlar faolini jamoatchilik bilan birga qilayotgan nimasi yetarli bo'lmayapti. O'shaning uchun ham baribir boyagi raqamlarda hali o'zgarishlar juda sezilarli darajada emas. Rahmat. Marhamat, rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli sessiya ishtirokchilari. Nargiza Keldibekova bir o'zingiz ham aytdingiz, bizda mana shu ajrimlarda sabablaridan, bosh sabablardan biri farzandsizlik masalasi ham ko'rilgan. O'tgan yilgi respublika hisobotlarida ham 12% dan ortiq edi bu ko'rsatkich. Ya'ni mana shu keyingi tendensiya bepushtlik ortib borayotganini ko'rsatyapti-da. Bizda lekin shu vaqtgacha hali viloyatimizda ham eko reproduktiv texnologiyalardan foydalanmayapti. Qolaversa bu texnologiya juda qimmat, eng arzonlari o'rtacha 70-80 million, 100 millionga qildiryapti. Bizda mana shu rejaga kiritilganmi, bepushtlarga mana shu eko tizimi orqali farzandli bo'lishga yordam berish uchun ayollarga subsidiya berishmi? Shunaqa bir rejalar bormi? Mana ajrimlarga baribir asosiy sabablardan biri bu. To'g'ri. Yo'q, bu borada subsidiyalar masalasi ko'rib chiqilmagan. Ayollarimizni davolash masalasida deyapsiz-da. Bu yerda endi turmush o'rtoqlarining ham sog'lig'i masalasi bo'lishi mumkin. U masalada subsidiya yo'q. Hurmatli sessiya ishtirokchilari, sal vaqtimiz tezroq edi. Agar ruxsat bersanglar, yozma bersaga Nargiza Keldibekovaga savollaringlarni yozma taqdim qilsanglar,
yaxshi bo'lar edi, javoblarni olar edik. Menimcha yetarli bo'ldi. Men bitta narsaga xursandman. Ayollar masalasida erkaklarimiz juda ham katta qiziqishga ega ekanlar. Savollarni asosan erkaklarimiz berishdi. Rahmat, hurmatli deputatlar. Shunchalik shu ayollar masalalari sizlarni qiziqtirayotgani uchun. Albatta ayol prezidentimizning gaplari bor. Ayol rozi bo'lsa, dunyo, jamiyat rozi bo'ladi. Ayol baxtli bo'lsa, jamiyat baxtli bo'ladi. Shuning uchun ham ayollar masalasi bu hammaning ishi. Faqat xotin-qizlar boshqarmasini emas, hamma jamoatchilikni, hamma o'sha kerak bo'lsa hukumat darajasida bu masala hal etiladi. Butun jamiyat, jamoat, davlat organlari hammasi shug'ullanishadi va albatta bugun qilinayotgan hamma sa'y-harakatlar bugun ayolni baxtli qilish, ayolni jamiyatda o'rnini toptirish, oilada o'rnini toptirish masalasiga e'tibor berish. Rahmat sizga Nariza Keldibekovna ishtirokingiz uchun. Marhamat, Rustam aka, rahmat. Marhamat. bitta mahallalarda hozir ayollar anketidan hamma so'rovlar hammasi yetkazib borildi. Faqat ijroga qaratildi. Mana kechagi yig'ilishda Tanzila Narbayevna, Zulayxa Bahriddinova o'zlarining fikrlarini aytdilar. Hamma narsa tayyor qilingan. Faqat uni borib ishbilarmon muhitni yaratib, banklardan oladigandan kredit banklardan olsak, faqat mana 220 ta mahallada faol deputatlarimiz bor. Mana shu faol deputatlarimiz taklif bo'lardi. Har bir mahallalarga borib, anketadan olgandan keyin qaysi 5 ta yo'nalish bo'yicha hamma so'rovnomalar borda, mahalla raislari buni hozirgi byul strukturamizda faqat mahalla tizimida ishlaydigan bo'lib qolyapmiz. Chunki shu Nargiza Keldibekovada ayollarimiz kam, ko'p mahallalarda shtatlari yo'q, ko'p joylarda yo'q mahalla faollari. Faqat mahalla raisida bog'liq ijtimoiy agentligi maxsus ishchi xodimlari bor. Shular bilan ishlasa, hurmatli deputatlar, mana shu yerdagi bitta misol har bir ayoldagi qani qaysi familiyada shuni borib gaplashib, iloj bo'lsa bankka olib ishbilarmon muxtiyat bizlar mehnat birjaga borib shular ish bilan ta'minlay bersa maqsading muvofiq bo'ladi. Rahmat Pokiza. Juda ham to'g'ri, Rustam aka, kecha juda katta yig'ilish bo'lgan. Tanzila Kamolovaning o'zlari ishtirok etganlar, Rafikov o'zlari va Zulayxa Bahriddinova hammalari birgalikda bu masala bo'yicha juda ham katta yig'ilish bo'lgan va buni tartiblari tushuntirilgan. Albatta deputatlarimiz bu sohada ham faolliklarini ko'rsatib ko'mak bersalar juda ham yaxshi bo'lardi. Ishimiz ancha siljirdi. Rahmat. Rahmat. Rahmat sizga, Nariza Keldibekovna, o'tirishingiz mumkin. Mazkur masala yuzasidan kengash huzuridagi yoshlar siyosati, madaniyat va sport masalalari bo'yicha doimiy komissiya tomonidan xulosalar berilgan. Ushbu xulosalarni komissiya a'zosi Rahmanov Azizbek Kozimjon o'g'li o'qib beradi. Marhamat. Yoshlar siyosati va sport masalalari bo'yicha doimiy komissiya hamda ekspert guruhi a'zolari hamkorlikda viloyatdagi xotin-qizlarning jamiyatdagi rolini oshirish, gender tengligini ta'minlash masalalari o'rganib chiqildi. Ma'ruzani to'liq o'qib bermasamda, mana yuqorida Nariza Keldibekovna to'liq masalalarni aytib o'tdi, lekin o'sha doimiy komissiyada bu masala jiddiy qaraldiki, mana shu 426 ajrimlar masalasi va o'sha 324 nafar bolalarni otasi yoki onasi tarbiyalayotganlik albatta hammamizni tashvishga soladi va eng achinarlisi mana shu 8 ta tug'ruq holati, erta tug'ruq holatini qayd etilganligi bu boradagi profilaktik chora-tadbirlarni kuchaytirishga qaratilishini ko'rsatmoqda. Hurmatli deputatlar, mazkur masala yuzasidan komissiya xulosa qiladi. Oila va xotin-qizlar boshqarmasi boshlig'i N. Tajibayevaning hisoboti ma'lumot uchun qabul qilinib, boshqarma boshlig'iga quyidagi takliflarni kiritamiz. Birinchi, ayollar daftariga kiritilgan xotin-qizlar daftaridan chiqarish ishlarini jadallashtirish masalasi. Ikkinchisi, erta tug'ruq bilan bog'liq holatlarning oldini olish bo'yicha choralarni kuchaytirish yuzasidan aniq rejalashtirilgan chora-tadbirlar dasturini ishlab chiqish lozim deb hisoblaydi. Yuqoridagi takliflarni inobatga olgan holda Oila va xotin-qizlar boshqarmasi boshlig'i N. Tajibayevaning hisoboti yetarli darajada deb topish yuzasidan
taklif kiritilgan qaror loyihasini qo'llab-quvvatlab ovoz berishingizni so'raymiz. Albatta bu doim komissiyada ham kelishildiki, biz deputatlar ham mana shu masalalar bo'yicha jiddiy yondashib, mana yuqorida kengash raisimiz ham ta'kidlab o'tdi, faqatgina bu yo'nalishdiki emas, balki barchamizni tashvish soladigan, ishlaydigan yo'nalish hisoblanadi. Shuning uchun mana shu qarorni qo'llab-quvvatlashga shaxsan o'zim ham ovoz berishingizni so'rayman. Rahmat e'tibor uchun. Rahmat Azizbek, o'tirishingiz mumkin. Hurmatli sessiya ishtirokchilari, kun tartibidagi birinchi masala yuzasidan tayyorlangan qaror loyihalari sizlarga tarqatib berilgan. Mana bildirilgan fikr mulohazalarni qo'shgan tarzda ushbu qarorni qabul qilishga rozimisizlar? Marhamat, rozilar? Qarshilar? Yo'q, betaraflar yo'q. Qaror qabul qilindi. Nargiza Keldibekovna, agar nima bo'lsa, sizlarga ruxsat. Rahmat ishtirokinglar uchun. Hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari, kun tartibidagi ikkinchi masala O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Ijtimoiy himoya milliy agentligining Sirdaryo viloyati boshqarmasi tomonidan ijtimoiy himoya sohasida amalga oshirilgan ishlar to'g'risida so'zni Ijtimoiy himoya milliy agentligining Sirdaryo viloyati boshqarmasi boshlig'i Hamdamov Quvonchbek Komiljon o'g'liga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli Pokiza Shavkatovna. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar. 2026 yil davomida Ijtimoiy himoya milliy agentligi Sirdaryo viloyat boshqarmasi tomonidan ham fuqarolarga ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish bo'yicha bir qancha ishlar amalga oshirildi. Xususan, Inson ijtimoiy xizmatlar markazi tomonidan ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolarning jami 69862 ta arizalar kiritilib, xizmatlar ko'rsatildi. Vazirlar Mahkamasining 462 sonli qaroriga asosan Saxovat va ko'mak jamg'armasi mablag'laridan kiyim-kechak, oziq-ovqat mahsulotlari, davolanish, jarrohlik, uy-joylarni ta'mirlash kabi xizmatlar uchun 4528 ta arizalar olinib, 2,2 milliard so'mlik mablag'lar ajratildi. Bu ajratilgan 4000 ta arizalarning asosiy qismi oziq-ovqat va kiyim-kechak bilan, shu ehtiyojmand oilalarni oziq-ovqat va kiyim-kechak bilan ta'minlashga yo'naltirilgan. Jumladan, nogironligi bo'lgan shaxslarni funksional baholash sohasida aytadigan bo'lsak, bugungi kunda viloyatimizda jami 39851 nafar nogironligi bor shaxslarni tashkil etadi. Shulardan erkaklari 21400 nafar, ayollar 18400 nafar nogironligi bor. Bolalar esa 5860 nafarni tashkil etadi. Muhtaram Prezidentimizning Qurbon hayitini o'tkazish bo'yicha chiqargan qarorlari 196 sonli qarorlari bo'yicha ham mana shu 1863 nafar nogironligi bo'lgan bolalarning kelajakda nogironlikni bartaraf etish bo'yicha ham 362 nafar bolalarga vaucherlar shakllantirilib, mana shu bayram arafasida ularda jarrohlik amaliyotlarini o'tkazish bo'yicha ham ro'yxatlar shakllantirib olindi. Nogironligi bo'lgan shaxslar uchun tibbiy ijtimoiy xizmatlarni rivojlantirish sohasida ham bir qator ishlar amalga oshirildi. 2026 yil birinchi chorak davomida psixolog tibbiy pedagog komissiyasidan o'tish uchun jami 142 ta arizalar kelib tushgan bo'lib, shundan 133 tasi bo'yicha psixolog tibbiy komissiyasining tegishli xulosalari berildi. Xulosa berilgan jami 133 nafar bolalar, 34 nafari umumta'lim maktablarining inklyuziv sinflariga, 10 nafari maktabgacha ta'lim tashkilotlarining inklyuziv sinflar guruhlariga, 13 nafar esa ixtisoslashtirilgan maktab internetlariga, 23 nafari ko'p tarmoqli maktab ta'lim tashkilotlariga, 53 nafari esa kunduzgi parvarish xizmatlariga qamrab olindi. Shuningdek, 2026 yil birinchi chorak davomida Guliston shahrida davlat xususiy sheriklik asosida bitta yangi kunduzgi parvarishlash xizmati tashkil etildi. Qisqacha bu tushunarliroq bo'lish uchun kunduzgi parvarish xizmati bu 3 yoshdan 18 yoshgacha nogironligi bor bolalarni, ya'ni aqli zaiflikning o'rta va og'ir darajasidagi bolalarni qarab turish xizmatlari ekanligini ma'lumot uchun aytmoqchiman. Alohida ta'limga ehtiyojlari bo'lgan bolalarni ta'limni tashkil etishda bugungi kunga qadar nogironligi bo'lgan bolalarning 174 nafari inklyuziv sinfda, 35 nafar esa inklyuziv guruhlarga 35 inklyuziv guruhlarga jalb qilingan. 21 ta maktabda to'siq muhit to'liq yaratilgan. 2026-yilda yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar, yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar uchun ham bir qancha ishlar amalga oshirilishi rejalashtirib olingan. 43 nafar bolaga uy-joy beriladi va 49 nafar bola 1% imtiyozli
kvotaga qo'shib kiritilib, ya'ni oliy ta'limga kiritiladi. 89 nafar yozgi ta'tilda Sirdaryo tumanidagi oromgohlarga yuboriladi. 22 nafar oliy ta'lim bitiruvchilari tanlovsiz ishga qabul qilinishi bo'yicha bundagi bandlik organlari tomonidan maxsus kvotalar belgilab berilgan. 852 nafar tazyiq va zo'ravonlikka uchragan ayollar va bolalarga ijtimoiy xizmatlar ko'rsatilib, 72 nafari birlamchi ko'makxonalarga joylashtirildi. 1270 nafariga himoya orderi berildi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 29-yanvardagi 35-sonli qarori yuzasidan ham bir qancha ishlarni amalga oshirdik. Xabarlaringiz bor, ikkita reyestr birlashib, umumiy ijtimoiy reyestr tashkil qilindi 35-sonli qaror bilan. Bu reyestrdagi oilalar 3 toifaga bo'lib olindi. Birinchisi davlat ta'minotidagi oilalar, birinchi chorak yakuniga ko'ra 6478 dan tashkil qiladi. Kambag'al oilalar 11492 nafarni, kambag'allik chekarasidagi oilalar 1504 nafarni tashkil etadi. Ijtimoiy reyestrga kiritilgan oilalarning barqaror daromadini oshirish yuzasidan mahallalarda faoliyat yuritayotgan hokim yordamchilari hamda mahallada kompleks xizmat ko'rsatuvchi ijtimoiy xodimlar tomonidan individual rejalar tuzilib, barqaror daromadga erishishga ko'maklashilmoqda. Shuningdek, Prezident O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 5-fevraldagi 49-sonli qarorining 13-bandi ijrosi yuzasidan ehtiyojmand oilalar xonadonlarida yashil ta'mirlash ishlari ham amalga oshirilmoqda. Yashil ta'mirlash ishlari viloyatimiz bo'yicha 82 ta, ya'ni qaror talablariga tushadigan 82 ta xonadon tanlab olingan bo'lib, ushbu 82 ta xonadondan bugun 29 ta xonadon to'liq ta'mirlash ishlarini yakunlab, topshirishga qabul qilib olindi. Undan tashqari yangi xizmatlar bilan qamrab olish bo'yicha ham birinchi chorak davomida biz yangi xizmat, ya'ni Prezidentimizning 256-sonli farmonlaridagi dividend xulqli bolalarni tarbiyalash maqsadida bitta yangi xizmatimizni joriy qildik, ya'ni krizis markazini joriy qildik. Bu krizis markazining asosiy maqsadi xulqida o'zgarish bo'lmayotgan, doimiy ravishda ichki ishlar tasarrufidagi voyaga yetmaganlar bo'limiga tushayotgan bolalarga psixologik yordam berib, ularni hayotga reintegratsiya qilishini ta'minlash maqsadida bu xizmatimiz Guliston tumani Mevazor mahallasida tashkil qilindi. Va bu kelajakda o'sha kontingentdan kelib chiqib, bu xizmatni ham yil yakunigacha 3 ta hududda, Guliston shahrida va Mirzobod hududida ham yo'lga qo'yishni rejalashtirib olganmiz. Quvonchbek, agar doimiy komissiya buni ko'rib chiqqan bo'lsa, agar savol-javobga o'tsak-da, bizni deputatlarimiz qiziqtiradigan savollarimiz bor. Marhamat, Zaynab opa, savol so'z sizga. Assalomu alaykum. Davlatimiz tomonidan mana shu ijtimoiy himoya ro'yxatiga tushgan fuqarolarga bir moddiy ma'naviy jihatdan shu qo'llab-quvvatlash uchun moddiy yordamlar berilgan. Mana 2 kundan keyin bizda ham katta bayram bo'ladi. Milliy bayramlarimizdan bittasi. Shu borasida viloyatimiz bo'yicha qanaqangi tadbirlarni amalga oshirmoqchisiz va qanday miqdorda moddiy va ma'naviy yordamlarni ko'rsatish rejasiga kiritilgan? Shu bo'yicha qisqa axborot berishingizni so'rayman. Rahmat. Katta rahmat savol uchun. Avvalambor haqiqatdan ham bizda mana shu mentalitimizda Ramazon va Qurbon hayiti juda keng nishonlaniladi va bunda ham bu yilgi Qurbon hayitini ham nishonlashda muhtaram yurtboshimiz tomonidan qabul qilingan 196-sonli qarorda ham dam olish kunini 5 kun deb e'lon qilinishlari va bu borada ehtiyojmand oilalarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha bir qancha masalalarni qo'ldi. 10 ming nafar, ya'ni jarrohlik amaliyotini kutayotgan bolalar, ya'ni 0 yoshdan 18 yoshgacha 10 ming nafar bolalar, respublika bo'yicha 10 ming nafar, bizda viloyatda 326 nafar bolalarni mana shu Qurbon hayiti munosabati bilan jarrohlik amaliyotlarini mutlaq tekin amalga oshirish belgilab olindi.
Undan tashqari yana 6000 nafar onkologiya, kardioxirurgiya jarrohligini, jigar transplantatsiyasini kutayotgan oilalarni, insonlar, shaxslarni ham tekinga bu safargi qaror qolganlardan o'zgacha farq qiladi. Bu safargi qarorda muhtaram yurtboshimiz shunday narsani qo'shib berdilarki, endi jigar transplantatsiyasini amalga oshirayotganda donorning ham xarajatlari vaqf xayriya fondidan to'liq qoplab berilishi ham bu haqiqatdan ham bir yuksak e'tibor berishlarini bir isboti bo'ldi. Undan tashqari davlat ta'minotidagi hamda o'zgalar parvarishiga muhtoj bo'lgan yakka yolg'iz yashayotgan shaxslar viloyatimiz bo'yicha 6166 nafar oilalarga bir martalik, ya'ni oziq-ovqat to'plamini berishni rejalashtirib oldik. Bugungi kunda ushbu to'plamning 40% muhtoj xonadonlarga yetib bordi. Biz Hayit bayramigacha 100% yana to'plamlarni yetkazib beramiz. Rahmat. Bormi yana fikrlar? Marhamat. Assalomu alaykum hurmatli Pokizovdan hurmatli sessiya qatnashchilari. Meni savolim deputatlar ko'targan masala. 202 ta ro'yxat qilgandik. Shundan 81 tasi uy-joy ta'miri, yana 60 dan ziyodi og'ir tibbiy holati, shundan 29 tasini qonuniy imtiyozlari yo'q edi. 29 tadan 24 tasini milliy markaz shartnoma tuzdi 1,5 milliard so'mga. Lekin haligacha moliya buni pul ajratib bergani yo'q. Bundan tashqari 4 ta yana 5 ta yana og'ir kasallarimiz bor. Ular chet elda davolanish shart. Bu yerda milliy markazdan aytgan biz qulon davolanmaymiz degan. Shu bo'yicha birorta o'zgarish bo'ladimi? Sizlar nima deymiz? Men shu kotib ham durust sifatida aytmoqchiman. Quvonchbek, xafa bo'lmanglar-ku. Har bitta sizlarga taalluqli emasda munosabat bildiryapsizlar bizga. Chunki birorta masalan hozirgacha birorta ta'mirlangan uy to'g'risida hisobot yo'q bizga. Mana hozir aytyapsiz, 29 ta uyni ta'mirladi yashil debdi. Biz ro'yxatda bergan uyni biz ro'yxat qilib berganmiz 66 ro'yxatni. Birortasini hali hisobot berganlar yo'q. Birortasi bo'yicha. Keyin mana shu hozirgi payt og'ir ahvolda bo'lgan 29 ta kasalimizni o'sha kecha muhtaram prezidentlar ajratgan mablag' hisobidan davolasak bo'ladimi yo'qmi? Shuni xabaringiz bormi yo'qmi? Chunki ro'yxatni men so'raganimda kechadan oldin kuni juma kuni men hokim o'rinbosari oldiga kiramda bugun soat 18:00 gacha berib bo'lish shart dedi. Men o'shandan keyin chiqib aytib viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasiga ham chiqdim. Mana shu ro'yxat esdan chiqib ketmasmi? Lekin javob yo'q. Mana shu bo'yicha, mana shu masala bo'yicha birinchi uy bo'yicha qachon mayli, mana hozir hisobot bo'lmasa, keyingi sessiyada hisobot bera olasizmi yo'q mana shu uylar bo'yicha? Ikkinchisi, mana shu 29 ta odam taqdiri nima bo'ladi? Mayli, hozir aytyapsizki, 18 yoshgacha kasal, 18 yoshli bolalar deyapsiz-da, davolanishga. Ha, 10 ta 18 yoshgacha. Biz bergan ro'yxat hammasi yuqori yosh. 6000 ta boyagi jigar transplantatsiyasi, onkologik kasalliklarga chalinganlar, ular alohida tashqari. 10 tasi yosh bolalar faqat. Shu biz deputat respublika bo'yicha biz bergan bu respublika bo'yicha biz bergan ro'yxat mana shu taqdiri nima bo'ladi shu? Rahmat savol uchun. Uy ta'mirlash biz 82 ta xonadon bu alohidagi, ya'ni birinchi guruh nogironligi bo'lgan va ularni uyda ishlash mumkin bo'lmagan shaxslar to'g'risida edi. 82 ta xonadon prezidentimizning 49 sonli farmonlaridan kelib chiqib, buni faqatgina hozircha bizga 29 tasini qabul qilib oldik, ya'ni ta'mirlash bo'lgan deb. Hududlardan deputatlarimiz ko'targan ta'mirlash ishlari bo'yicha ham bu bitta narsaga sal urg'u berishni men xohlardim. Bu Saxovat va ko'mak jamg'armasidan amalga oshiriladi, bu ta'mirlash ishlari. Saxovat ko'mak jamg'armasidan amalga oshirishda bir qancha etaplari bor. Mana shu etaplar yakunlanganligi, ya'ni birinchi etap, ya'ni reyestrga kirish degan talabi bor edi. Har qanday Saxovat ko'makdan amalga oshirilayotgan har qanday ishlarni manbasi reyestrga kirgan oila bo'lishi kerak. Biz reyestrdan xatlovdan o'tkazib oldik. Buni keyingi safar bu bo'yicha ham amalga oshirgan ishlarimiz bor. Buni video roliklari bilan, prezentatsiyalar bilan keyingi hisobotlarimizni taqdim qilaman. Davolanish qismi keladigan bo'lsak, davolanish qismida 362 nafar bu bolalarni to'liq ro'yxat shakllangan, 9 turdagi nogiron belgilangan bolalarni kattalar bo'lsa jigar transplantatsiyasi va onkologik kasalliklarni va undan keyingi bosqichdagi yana bir 3 xil turdagi kasalliklarni, yurak operatsiyasini
qilish bo'yicha ham ro'yxatlari mavjud ulardi, lekin bu ro'yxat mani qo'limda yo'q ekan, sog'liqni saqlashda bor. Faqat bunda oldingi talablarda 67-sonli qarorda bitta talab bor edi. Ijtimoiy reyestrga kiritilgan kasallarni, ya'ni bemorlarni davolash deb aytilardi bundan oldin. Bu safargi qaror o'zgacha chiqdi. Oilaning daromadidan qat'iy nazar deyildi. Ya'ni o'sha bugungi kunda birlamchi o'chiritda turgan, navbatda turgan shaxslar haqida boryapti bu gap. Bu to'g'risida menda ya'ni katta yoshdagilar bo'yicha ro'yxatim yo'q edi. Quvonchbek, bitta narsani to'g'ri nima hal qilib olishimiz kerak. Mana hozir Abshokir aka aytganlaridek, mana kechgacha beriladigan bo'lsa, mana hozir tezkorlik bilan bir ko'rib, balkim o'sha ro'yxatga kirib qolgandir. Kirmagan bo'lsa, mana o'zingiz ham aytyapsiz, mana shu bitta insonga bitta yordam bo'ladi-da. U insonlar ham bekorga murojaat qilmaydi. Demak, o'zlarining imkoniyatlari chegaralanganki, mana deputat bu narsani ko'taryapti. Deputat ham o'rganmasdan turib, bilmasdan turib kiritmaydi bu narsani. To'ppa-to'g'ri. Shuning uchun ham mana shu masalalarda bugun bir jiddiy yondashinglarda va buni nazoratini Abshokir aka kimgadir yigitlarimizdan bersangiz, shug'ullanishsa, mana kechgacha bu balkim holat o'zgarar. Mana hayit arafasida bitta oilaga bizni katta yordamimiz bo'ladi. Bormi yana savollar? Agar ruxsat bersanglar, yozma bersak, chunki juda nimaga biz tig'iz deyapmiz vaqtimiz. Hozir soat 5 da korrupsiyani yig'ilishi bor Sirdaryo tumanida. Shuning uchun ham sal shoshilinch o'tkazyapmiz. Gulchehra, yozma bersangiz bo'ladimi? Mayli, 2 og'iz faqat keyin yozma beringlar. Rahmat. Men Quvonchbekka beradigan savolim shunday iboratki, mana shu viloyatimizda voyaga yetgan, aynan mana shu parvarishga muhtoj bo'lgan uylar nechta ochilgan va voyaga yetmagan bolalar o'rtasidagi soni kerak menga. Ular parvarish uylari nechta ochildi, tashkil etildi va o'zingiz rahbar sifatida shu uylar ko'rganmisiz? Ular shu imkoniyati cheklangan insonlarga qo'yiladigan normativlar juda og'irda. Men Toshkentga borib, aynan mana shu bir ikkita joyda ko'rib kelganman-da. Bizning viloyatimizda mana shunday normativlar tashkil etilganmi? Rahbar sifatida o'zingiz ko'rganmisiz? Oldindan rahmat sizga. Katta rahmat savolingiz uchun. Menimcha siz kunduzgi qarab turish va kunduzgi parvarishlash xizmatimiz haqida gapiryapsiz, savol beryapsiz. Bugungi kunda 17 nafar tadbirkorlarimiz tomonidan viloyatimizda bir qancha tumanlarimizda kunduzgi parvarishlash xizmati hamda 6 nafar tadbirkorlarimiz tomonidan kunduzgi qarab turish xizmati joriy qilingan. Har kunduzgi qarab turish xizmati bo'yicha ham, kunduzgi parvarishlash xizmati bo'yicha ham aynan o'zim borganman, tadbirkorlarning faoliyati bilan tanishganman. Bizda Quvonch vodiysi bor, mana Mirzobod tumanida amalga oshiradi. Biz bu yerda talab, birinchi savolingizga javob shu raqamlarimiz. Ikkinchi savolingizga javob, savolingizga esa, ya'ni buni talablari juda og'ir deb ta'kidlaganingizga men izoh bermoqchiman. Talablar o'ta og'ir emas. Ya'ni biz bolani parvarishlash mumkin bo'lgan minimal talablarni joriy qilganmiz. Ya'ni talablarimiz minimal. Bundan birgina misol aytaman sizga. Aslida bu turdagi kasallikka chalingan bolalarga professional logoped va defektologlar xizmat qilish kerak. Biz bu sohani yangi ekanligini inobatga olib, bugungi kunda kunduzgi parvarishlashga faqatgina tarbiyachi va tarbiyachi yordamchisi talabini qo'yganmiz. Tarbiyachi va tarbiyachi yordamchisi talabini qo'yganmiz. Bu ham endi buni oliy ma'lumotli bo'lsin demayapmiz. Eng minimal talabimiz hozircha shunaqa. 27-yildan boshlab bular to'liq rivojlangan davlatlardagi jahon standartlari asosida amalga oshiriladi. Faqatgina o'sha keyinchalik professional qilib boraveramiz xizmatni. Hozircha minimal talabimiz shunday. Ya'ni o'zi aslida bu kasallikka faqatgina maxsus pedagog bo'lish kerak yoki maxsus vakolatli shaxs bo'lish kerak. Logoped, defektolog bo'lish kerak. Biz hozircha qo'yganimiz yo'q. Bu narsa to'g'ri ham. Rahmat. Rahmat. Agar boshqa fikrlar bo'lmasa, marhamat Quvonchbek, rahmat sizga. Ushbu masala bo'yicha ta'lim, sog'liqni saqlash, fan ta'lim, sog'liqni saqlash masalalari bo'yicha doimiy komissiya a'zosi Qarshibayev Jahongir Hazratqulovich komissiya xulosasini tanishtiradilar. Marhamat.
Assalomu alaykum hurmatli Pokiza Shavkatna, hurmatli deputatlar, sessiya qatnashchilari. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Ijtimoiy himoya milliy agentligining Sirdaryo viloyati boshqarmasi tomonidan 2026-yil 1-chorak mobaynida ijtimoiy himoya sohasida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan Xalq deputatlari viloyat kengashi huzuridagi fan va ta'lim sog'liqni saqlash masala bo'yicha doimiy komissiyasining xulosasini eshitirsam, hisobotini hozir boshqarma boshlig'i berdi. Agar ruxsat bersalaringiz, ayrim kamchiliklar topilganlarni eshitirsam. Rahmat. Barcha hisobotlarni tingladik. Amalga oshirilgan ishlar bor, lekin shu bilan birga qatorda kamchiliklar ham mavjud. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual va xalq qabulxonalari orqali 2026-yilning o'tgan davri mobaynida 1587 ta murojaat kelib tushgan. Bugungi kunda esa ushbu murojaatlarning 460 tasi, ya'ni 32% ijobiy hal etilgan bo'lib, respublikada eng oxirgi o'rinda turmoqda. Ijobiy hal etish darajasi bo'yicha eng past ko'rsatkichlar Sardoba tumanida 20.2%, Sayxunobod tumanida 20.6%, Bayot tumanida 25.4% ni tashkil etadi. Shu bilan birga 49 sonli prezident qarori ijrosi doirasida ehtiyojmand oilalar xonadonlarida amalga oshirilayotgan yashil ta'mirlash ishlari ayrim hududlarda ishlar yetarli darajada tashkil etilmagan. Buni hozir Hamshokir aka qayd etib o'tdilar. Viloyat kengashi deputatlarining joylarda o'tkazilgan uchrashuvlar natijasida aniqlangan muammolardan 20 ta holat bo'yicha xizmat ko'rsatish jarayonlarini hamda 12 ta oilaning uy-joy ta'miri ishlarini o'z vaqtida yakunlanmayotganligi bo'yicha o'z yechimini topmayotgan muammolar ham mavjud bo'lib, mazkur masala yuzasidan xalq deputatlari Sirdaryo viloyat kengashi huzurida fan va ta'lim sog'liqni saqlash masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi xulosa qiladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Ijtimoiy himoya milliy agentligining Sirdaryo viloyati boshqarmasi tomonidan 2026-yil 1-chorak mobaynida ijtimoiy himoya sohasida amalga oshirilgan ishlar yetarli darajada emas deb topilish yuzasidan qaror loyihasi tayyorlangan va bu qaror loyihasiga ovoz berishlaringizni so'rab qolamiz. Rahmat. Rahmat sizga ham. Rahmat. Marhamat, hurmatli deputatlar. Ushbu masala bo'yicha ham qaror loyihasi sizlarga tarqatib berilgan. Agar rozi bo'lsanglar, tasdiqlab ovoz berishingizni so'rayman. Rozilar? Rahmat. Qarshilar? Yo'q, betaraflar? Yo'q. Rahmat. Qaror tasdiqlandi. Hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari, kun tartibidagi 3-masala O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 21-apreldagi korrupsiyaga qarshi kurash tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha belgilangan ustuvor vazifalar ijrosini samarali tashkil etishga doir chora-tadbirlar to'g'risidagi 71-sonli farmoni ijrosi yuzasidan bu borada O'zsuv ta'minot aksiyadorlik jamiyatining faoliyati o'rganilgan va bu borada ko'p ishlar amalga oshirilgan. Lekin mana bugun bir ikkita raqamni aytaman. Ichimlik suvi debitorlik qarzdorligi viloyat bo'yicha yil boshidan 1-may holatiga 23.8 milliard so'm yoki yil boshiga nisbatan 6.9 milliard so'mga oshib ketgan. Va bu borada ba'zi o'sha rahbarlarning debitor sohaga oid rahbarlarning qarzdorliklarini ixtiyoriy sud orqali undirish masalalari yoki suvdan uzib qo'yish masalalariga e'tiborsizlik bilan qaralayotgani ta'kidlab o'tilyapti. Marhamat, bu masalada Sirdaryo suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati direktori Akramov Shahbozjon Orifjon o'g'liga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum, Pokiza Shavkatna. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar. Korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha Sirdaryo suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyatida tizimli ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Jumladan barcha rahbar va xodimlar tomonidan manfaatlar to'qnashuvi to'g'risida deklaratsiyalar topshirish yo'lga qo'yilgan, xaridlar va xizmatlar bo'yicha tuziladigan shartnomalarga korrupsiyaga qarshi kurash talablari kiritildi. Hisobot davrida korrupsion holatlarga qarshi kurash bo'yicha tashkilotimiz xodimlari, tuman va shaharlar, mahalliy fuqarolar yig'inlari faollari o'rtasida 76 marotaba targ'ibot tadbirlari o'tkazildi. 79 nafar xodim bilan yakka tartibda profilaktik targ'ibot, tashviqot suhbatlari o'tkazildi. Bundan tashqari,
fuqarolarimizning huquqiy ongini oshirish, iste'mol qilingan ichimlik suvi uchun to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirishni ta'minlash maqsadida televideniya va ijtimoiy tarmoqlar orqali doimiy ravishda tushuntirishlar olib borilmoqda. Korrupsiyaga qarshi kurashish komplans nazorat xodimi tomonidan fuqarolar tomonidan qilingan korrupsion holatlar bilan bog'liq murojaatlar bo'yicha 90 ta arizalar ko'rib chiqildi va barchasi murojaatchilar foydasiga ijobiy hal qilindi. Hisobot davrida komplans nazorat xizmati tomonidan 19 marotaba o'rganishlar o'tkazildi va o'tkazilgan o'rganishlar davomida iste'molchilarning mablag'lari noqonuniy o'zlashtirish, hisob-kitoblarni sun'iy oshirish va boshqa ko'rinishdagi bir qancha noqonuniy holatlar aniqlanib, 19 nafar xodimlarga nisbatan xizmat tekshiruvlari o'tkazildi. 7 nafar xodimga nisbatan to'plangan hujjatlar qonuniy ko'rib chiqish maqsadida huquqni muhofaza qilish organlariga taqdim qilindi va Sirdaryo viloyat prokuraturasi tomonidan o'sha mazkur 7 ta nafar xodimga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining turli xil moddalari bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, jazo muqarrarligi ta'minlandi. Shuningdek, o'tgan yilda viloyatda korrupsiyaning oldini olish, unga qarshi kurashish, shu jumladan maishiy korrupsiyaga barham berish, korrupsiyaga nisbatan murosasiz munosabatda bo'lish, muhitni shakllantirish bo'yicha yo'l xaritasi asosida 38 ta suv inshootlariga masofadan shunday demak, doimiy komissiyada muhokamadan o'tdi, to'g'rimi? Shunday. Faqat bitta savol sizga. Mana shu Guliston shahrida 308 milliard so'm, Sirdaryo, Boyovut tumanlarida 3 milliard so'm, Guliston tumanida 512 million, Xovosda 103 million, Mirzobodda 35 million so'mga oshib ketgan qarzdorlik. Bularni nima qilamiz? Marhamat. Bu borada targ'ibot tashviqot ishlarini amalga oshiryapmiz. Majburiy tartibda undirish, sudga chiqarish aholini, qarzdor iste'molchilarni tarmoqdan uzish kabi ishlarni amalga oshiryapmiz. Buni olib qarasa, haqiqatan ham 26 milliard mablag' juda katta mablag' debitor qarzdorligimiz. Lekin bir oylik iste'molimiz ham hozir 10 milliarddan oshiq. Bu doimiy iste'mol qilinganda o'zi aslida suv ta'minoti bilan bog'liq xarajatlar 52-41 sonli Vazirlar Mahkamasining qarorida joriy oy uchun to'lovni joriy oyning o'zining 10-sanasiga qadar bartaraf qilinishi belgilangan. Bu bo'yicha 121 ta inspektorlarimiz doimiy undirish bilan shug'ullanyapti, lekin deputatlarimizdan ham iltimos bo'lardi shu targ'ibot tashviqot ishlari bo'yicha bizga yordam bersa amaliy. Rahmat. Savollar bormi? Ravshan aka, ikki og'iz marhamat. Xulosa bilan tanishtirmoqchimisiz? Savolim shunday, 23-bahor saylov okrugidan Mahmudovman. Nima sababdan yuridik iste'molchilarga zamonaviy masofadan ma'lumot uzatuvchi hisoblagichlar o'rnatish ishlari o'z holiga tashlab qo'yilgan? Xususan men Sirdaryo tumanidan deputat saylanganman. Masalan, Sirdaryo tumanidan 25 ta yuridik iste'molchilarga zamonaviy masofadan ma'lumot uzatuvchi hisoblagichlar o'rnatilmaganligi sababli 300 million qarzdorlik mavjud. Bu sabablari nimada? Nima uchun shunaqa o'rnatilsa, uni xalq uchun, sizlar uchun hozirga yetkazib milliard qarzdor bo'lmagan bo'lardi deb demoqchiman-da. Rahmat, e'tibor uchun oldindan. Bu savolingiz uchun rahmat. Bu bo'yicha tushuntirishlarni olib boraman. Bu suv hisoblash uskunalari o'zlaringiz tasdiqlab bergan tarifda iste'molchilarga qo'yiladigan suv hisoblash uskunalari tarif xarajatingiz ichida o'tirmaydi. Shuning uchun suv ta'minot korxonasi tomonidan yuridik iste'molchilarga suv hisoblash uskunalari o'rnatilmaydi. U xarajatning ichida ham yo'q. Shuning uchun 2022-yil 10-mayda 257-sonli qaror asosida 24-yil 1-yanvardan boshlab 2 va 3-guruh iste'molchilariga masofadan turib suvni ishlatilganini me'yorini bildiruvchi suv hisoblash uskunasini qo'yish majburiy hisoblangan. Shularni inobatga olib, suvdan oqilona foydalanishni nazorat qilish inspeksiyasi tomonidan xulosa asosida qayta hisob-kitob qilingan. Biz jarima qo'llamaymiz. Qayta hisob-kitob orqali qo'shimcha natijali qilinadi, qayta hisoblanadi. Lekin barchasini ogohlantirib, byudjet tashkilotlariga, maktab bog'chalarga joriy yilning o'zida 184 ta qo'yildi. Mana shu yilning o'zida sekin-sekin qolgan maktab bog'chalarini ham o'zgartiryapmiz. Mahalliy byudjetdan pul ajratish orqali. Rahmat. Marhamat, rahmat sizga. Bu yuzasidan Kengash huzuridagi korrupsiyaga qarshi kurashish va xavfsizlik masalalari bo'yicha doimiy komissiya xulosasi bor. So'z Abdullayeva Dilshunos Ahmanaga beriladi, komissiya raisiga. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli Pokiza Shavkatovna, hurmatli sessiya ishtirokchilari.
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 21-apreldagi korrupsiyaga qarshi kurash tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha belgilangan ustuvor vazifalar ijrosini samarali tashkil etishga doir chora-tadbirlar to'g'risidagi PF 71-sonli farmon ijrosi yuzasidan Sirdaryo suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati tomonidan amalga oshirilgan ishlar doimiy komissiya hamda ekspert guruh a'zolari hamkorligida o'rganildi. Sessiyada qayd etib o'tilgandek, debitor qarzdorlikni oshishiga ayrim suv ta'minoti korxonasi xodimlarining o'z vazifasi sovuqqonlik bilan qarab, iste'molchilar tomonidan to'langan mablag'larni o'z shaxsiy manfaati uchun ishlatayotganlik holatlari ham uchramoqda. Mazkur holatlar yuzasidan huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari bilan o'rganilganda 6 nafar suv ta'minoti korxonasi xodimlariga nisbatan jinoyat ishlari qo'zg'atilgan. Bunday holatlar Sayxunobod, Sirdaryo tumanlarida sodir etilgan. Misol uchun Sayxunobod tumani filiali Mijozlar bo'linmasi nazoratchisi 2025-yil 2 oy ishlab, fuqarolarning ichimlik suvi to'lovlarini qabul qilish, suv hisoblash uskunalarini xarid qilgan holda iste'molchilarga o'rnatib berish vakolatlari mavjud bo'lmasa-da, fuqarolarning ishonchiga kirib, o'z xizmati mavqeyidan foydalanib, jami 25 nafar fuqarolardan umumiy qiymati 10 million so'm pul mablag'larini ichimlik suvi to'lovlari sifatida ham iste'molchilarga suv hisoblash uskunalarini sotib olib, o'rnatib berish sifatida qabul qilingan pul mablag'larini jamiyatning hisob raqamiga kirim qilmasdan o'zining shaxsiy manfaatlari yo'lida ishlatib talon-toroj qilingan. Shuningdek, komissiya tomonidan anonim so'rovnoma ham o'tkazilgan. Ishtirokchilarning 33% tanish bilish orqali ish bitirish holatlari bor deb bildirgan. 49% esa ishtirokchi sohani raqamlashtirish samarali deb hisoblashgan. 12.7% ishtirokchi esa xizmat sifat past deb hisoblashgan. Shuningdek, qo'shimcha taklif va fikrlar tizimini to'liq raqamlashtirish, haqiqiy mutaxassislarni ishga jalb qilish, xodimlar mas'uliyati va maoshini oshirish kabi fikrlar bildirib o'tilgan. Bu esa tashkilot faoliyatini yanada shaffof, tezkor va samarali tashkil etish bo'yicha jamoatchilikda aniq takliflar mavjudligi ko'rsatilgan. Hurmatli deputatlar, mazkur masala yuzasidan komissiyamizning xulosasi quyidagicha: O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 21-apreldagi PF 71-son farmoni ijrosi yuzasidan Sirdaryo suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati tomonidan amalga oshirilgan ishlar yuzasidan hisobot huquq muhofaza qiluvchi organlar tomonidan taqdim etilgan xulosalar asosida yetarli emas deb baholash yuzasidan tayyorlangan qaror loyihasini qo'llab-quvvatlab ovoz berishlaringizni so'rayman. E'tiboringiz uchun rahmat. Rahmat, marhamat, qaror loyihasi qo'lingizda turibdi. Agar rozi bo'lsanglar, tasdiqlab ovoz berishingizni so'rayman. Marhamat. Qarshilar? Betaraflar yo'q. Demak, bu masalaga yana biz qaytamiz. Shug'ullanishingiz kerak. Kun tartibidagi 4-masalaga o'tamiz. Xabaringiz bor, fevral oyida muhtaram prezidentimiz tashabbuslari bilan har payshanba yoshlar kuni deb e'lon qilindi va bu an'ana bizning viloyatimizda ham yaxshi amalga oshirilyapti. O'tgan davr mobaynida 993 ta uchrashuvlar o'tkazildi. Ularda 23141 nafar yoshlarimiz ishtirok etdilar. 2183 ta muammolar aniqlandi va ularning 87.5% hal qilib, rahbarlar tomonidan hal qilib berildi. Va bu borada Sirdaryo viloyati yoshlar muloqot portali platformasi ham ishga tushirildi. Va mana shu sessiyaga tayyorgarlik jarayonida yoshlar maslahat guruhi a'zolari joylarga chiqib vaziyatni puxta o'rganib, hisobot matnini sizlarga taqdim etdilar. Sizlar tanishgansizlar. Marhamat, men yoshlar ishlari agentligining viloyat boshqarmasi boshlig'i, mana yangi rahbar Akram Bobirjon Abror o'g'lini taklif qilaman. Agar savollaringiz bo'lsa, yigitimizga avvalo tabriklayman, ishlaringizga muvaffaqiyatlar tilayman. Marhamat, savollar bo'lsa, bu borada ma'lumotlar bor qo'lingizda. Assalomu alaykum Pokiza Shavkatovna, assalomu alaykum hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari. Pokiza Shavkatovna, yuqorida o'zingiz to'g'ri aytdingiz, hurmatli prezidentimiz tomonidan 26-fevral yoshlar bilan uchrashuvda har payshanba yoshlar bilan uchrashish tashkilot rahbarlariga qat'iy belgilandi va bu bo'yicha Ekinjon Oxotovich boshliqlari tashabbuslari bilan biz Sirdaryo yoshlarining muloqot portali degan yangi tizim ishlab chiqdik va bu amaliyotda hozir o'zini oqlamoqda va yaqinda ham respublika ishchi guruhi seminar o'tkazganda ushbu tizim respublikaga joriy etilishi bo'yicha alohida topshiriq ketdi. Bu ham o'ylayman bizning viloyatimizda alohida yutuq. Biz uchun yaxshi bo'pti, bu masala yaxshi. Marhamat, Norbob aka, taklifingizni eshitamiz.
Mikrofon beringlar iltimos. Bu shaxsan ishtirok etganman, ya'ni shu payshanba kunlari. Men bitta narsani taklif bermoqchiman sizga. Taklifim shundayda, endi men shunday tashkilot rahbarimanki, moliyaviy bog'liq narsani yecha olmayman. Chunki tashkilotim shunaqa. Shuning uchun men sizdan bitta narsani so'ramoqchiman. Biz 9-10, 11-sinflar kollej o'quvchilari hamda institut bo'lsa, mana hududimda o'shalar bilan uchrashamiz. Shuning uchun sizdan bitta iltimos bor, iloji bo'lsa yo'naltiradigan bir mana shunaqa bir mavzuli kelasi safar bo'ladigan mana uchrashuvlarimizga qator bir mavzularni nima qilib bersangiz. Men asosan ota-ona, ustoz, o'qish, kasb-hunar kabi narsalarni o'qidim-da. Endi mabodo ular ichida menga shunday yoshlar bo'lishi mumkin, haligi voyaga yetib, yoshi 18 dan katta bo'lsa, bir narsaga yordam berish kerak u desa, biz bu masalani ko'tarishimizga to'g'ri keladi. To'g'rimi? Shuning uchun sizdan iltimos, o'sha mavzularni bir kelishib, psixologlarni boshqalar bilan desangiz, u yaxshi bo'ladi. Rahmat sizga. Taklif bu. Taklifingiz uchun rahmat. Albatta inobatga olib, bu bo'yicha ishlaymiz. Yana savollar, fikrlar bormi, hurmatli deputatlar? Ko'rilgan, marhamat bo'lmasa, rahmat sizga. Bobirjon, o'tirishingiz mumkin. Mazkur masala yuzasidan kengash huzuridagi yoshlar siyosati, madaniyat va sport masalalari bo'yicha doimiy komissiya tomonidan xulosa berilgan. So'z komissiya a'zosi Komilov Jamol Mustafaqulovichga. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli sessiya ishtirokchilari. Yoshlar muammolarini o'rganish, ularni hal etishga ko'maklashish, yosh avlodning iste'dodi va qobiliyatini rivojlantirish uchun qo'shimcha shart-sharoitlar yaratish bo'yicha Yoshlar agentligini boshqarma boshlig'i Bobur Akramovning hisoboti eshitilib, xulosalar tayyorlandi. Xulosalardan shuni aytishimiz mumkinki, qo'shimcha ravishda biz maslahat guruhi a'zolari bilan ham hamkorlikda o'rganish o'tkazdik. O'rganishlarda viloyatda nofaol yoshlar bilan ishlash tizimi yo'lga qo'yilmaganligi oqibatida ishsizlik mavjudligi, yoshlar o'rtasida 3 oy mobaynida 9 nafar yoshlar tomonidan 7 ta jinoyat sodir etilganlik holatlari va huquqbuzarlik holatlari hamda tadbirbozlik ko'payib ketganligi ta'kidlab o'tilgan o'rganishlar davomida. Shu asosda biz yoshlar o'rtasida ijtimoiy so'rovnoma, ya'ni anonim so'rovnoma o'tkazdik. So'rovnomada 2,5 mingga yaqin yoshlar ishtirok etishdi. Birinchi savollarimiz quyidagicha bo'ldi. Siz o'z hududingizda yoshlar yetakchisini taniysizmi degan mazmunda. Bunda yoshlarimiz tomonidan 63% ha degan bo'lsa, afsuski 37 nafari yo'q degan javobni bildirishgan. Siz ta'lim olayotgan muassasadagi yoshlar yetakchisini faoliyatini qanday baholaysiz deganda 66% yuqori darajada, 34% esa past darajada deb ma'lumot berishgan. Yoshlarning jinoyatchilikka qo'l urishiga ko'proq nima sabab bo'lyapti deb o'ylaysiz degan savolimizga ko'proq, ya'ni 23% oilaviy muhit degan bo'lsa, 20% ishsizlik, 15% psixologik muammolar, 12% esa boshqa sabablar deyilgan. Yoshlar hayotini yaxshilash, ularning qobiliyatlarini ro'yobga chiqarish uchun qanday o'zgarish qilish kerak degan savollarga esa 35% yoshlar bandligini ta'minlash masalasini aytgan bo'lsa, 30% ta'lim sifatini oshirish va qolgan 35% esa boshqa sabablarni keltirib o'tishgan. Umuman olib aytganda, deputatlar tomonidan mazkur komissiyada xulosa qilindi va xulosa nuqtai nazaridan viloyatdagi yoshlar siyosatini amalga oshirish borasida ijobiy natijalarga erishgan bo'lsa-da, ayrim yo'nalishlarda ishlarni yanada kuchaytirish zarurligini inobatga olib, boshqarma boshlig'i Akramovning hisobotini ma'lumot uchun qabul qilishni hamda boshqarma boshlig'i kamchiliklarni bartaraf etishda quyidagi takliflarni kiritib o'tyapmiz. Birinchidan, viloyatda nofaol yoshlar bilan ishlash tizimini yo'lga qo'yishimiz lozim deb, qo'yish kerak deb. Ikkinchisi esa ishsiz yoshlar bandligini ta'minlash borasidagi amaliy ishlarni salmog'ini oshirish kerak deb. Uchinchidan esa bu eng avvalo yoshlarga ajratilayotgan, aynan shu ikkinchi masalaning ichida eng avvalo yoshlarga ajratilayotgan yer maydonlarini unumdor va oqova suv ta'minoti mavjud konturlardan yer ajratish yuzasidan tuman hokimliklariga aniq takliflar berib borish masalasini qo'yishlarini aytilgan va uchinchi
taklifimiz bu yoshlar daftariga kiritilgan yoshlarni daftardan chiqarishlarini yanada jadallashtirish lozim deb bilganmiz. Yuqoridagi takliflarni inobatga olgan holda Yoshlar ishlari agentligini viloyat boshqarmasi boshlig'i Boburjon Akramovning hisobotini yetarli darajada deb topish yuzasidan taklif etaman va qaror loyihasini qo'llab-quvvatlagan holatda ovoz berishingizni so'rayman. Rahmat. Rahmat sizga ham, o'tirishingiz mumkin. Hurmatli sessiya ishtirokchilari, deputatlarimiz, qaror loyihasi qo'lingizda turibdi. Agar rozi bo'lsanglar, tasdiqlab ovoz berishingizni so'rayman. Rozilar? Qarshilar? Yo'q, betaraflar yo'q. Rahmat, qaror tasdiqlandi. Hurmatli deputatlar, kun tartibiga kiritilgan 5-masala viloyat mahalliy byudjetining 2026-yil orttirilgan mablag'lari hisobidan mablag' ajratish to'g'risida viloyat iqtisodiyot va moliya bosh boshqarmasi bo'lim boshlig'i Rizayev Sanjar Akramovichga so'z beriladi. Marhamat, so'z sizga. Hamma raqamlar qo'lingizda turibdi agar. O'tgan sessiyalarda ko'p mablag' ajratyapmiz, lekin shu bo'yicha hisobot umuman yo'q bizda hozir. Men iltimos qilardim bugun sessiyaning qarori kiritishda, bugun mana shu qarorlar bizda bu hozir viloyat moliya boshqarmasining takliflari bor, hamma deputatlar qo'lda. Shu keyingi sessiyada bular shu keyingi 6 oyda qancha mablag' ajratgan bo'lsak, shu mablag'ni taqdimot qilib ko'rsatib bersin. Qani qaysi ishlatildi? Chunki bizdagi ma'lumot bo'yicha bu yerda 25%, 30% mablag' shunda ishlatilmay turibdi. Qimirlamay turibdi. Mana shu taklif bermoqchiman. Juda ham to'g'ri taklif. Rahmat. Sanjarbek, endi hozir raqamlar hammasi turibdi. Hammasi o'sha viloyatimizning ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishiga qaratilgan yo'nalishlar, hammasi o'rganib chiqqanmiz. Doimiy komissiya nima deydi? O'rgandinglar, doimiy komissiyada ko'rib chiqdinglar. Masala yo'q, to'g'rimi? Agar rozi bo'lsanglar, Sanjarbek, gapingiz yo'qmi? Yo'q, bitta anom bordi, ruxsat bersalaring. Abshokar aka to'g'ri aytdilar. Agar ruxsat bersalaring, tegishli bildirilganlarga asosan tegishli mutasaddi tashkilotlarga mablag' ajratilyapti. Jumladan 113 milliard erkin qoldiq mablag'lardan ajratildi. Agar keyingi xalq deputat kengashiga agar taqdimot qilayotgan bo'lsak, tegishli shu tashkilot mablag' ajratilgan tashkilotlarni ham shu Elyor aka bilan nima qilamiz, chaqirtirsak. Sababi maslahatlashinglarda bu ishni qilishimiz. Mablag'ni ularga ajratdik, hamma shu ajratilgan tashkilotlar ham bevosita shu ajratilgan mablag' nima sababdan ishlatilmadi, ishlatilganligi oydinlik kiritib olsak. Endi bitta narsa o'zi 1 so'm pul topishi o'zi bo'lmaydi bizning viloyatimizga, to'g'rimi? Lekin uni egallab olib ishlatmay, qaysidir tashkilot bunga muhtoj. To'g'rimi? Ishlatmadimi? Bo'lmasa biz olaylik deb o'sha muhtoj ishlataman degan tashkilotga olib beraylik, yo'naltirib beraylik. Juda ham to'g'ri masala ko'taryaptilar, Abchokar aka. Buni bir tahlilini qilib olaylik. Million pullar, milliard pullar albatta ishlatilmasdan tursa-yu boshqa joyda muhtojlik bo'lsa, bu ham to'g'ri emas. Shuning uchun ham Sanjarbek, mana ko'rib chiqinglar, bolalar bilan ishlanglar, kotibiyat bilan va tahlilini qilib, o'sha aynan o'sha pulni ushlab turib ishlatmagan tashkilotlarni mana muhokama qilaylik kelgusida. Tushunarli. Bormi yana fikrlar? Agar bo'lmasa, qo'lingizda qaror loyihasi turibdi. Rozi bo'lsanglar, tasdiqlab ovoz berishingizni so'rayman. Marhamat. Rahmat. Qarshilar? Yo'q, betaraflar? Yo'q. Rahmat. Sanjarbek. Hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari, kun tartibidagi so'nggi masala viloyatda 2026-yilda ko'chmas davlat ko'chmas mulkidan foydalanganlik uchun ijara to'lovining eng kam stavkalarini tasdiqlash to'g'risida berildi. Va bu bo'yicha qaror loyihasi sizlarning qo'lingizda turibdi. Agar savolinglar bo'lsa, marhamat, davlat mulki obyektlaridan samarali foydalanish markazining viloyat hududiy boshqarmasi boshlig'i Qurbonov Nurbek Isroil Shutalar. Savolinglar bo'lsa, marhamat beringlar. Bu yerda assalomu alaykum. Pokiza Shavkatovna, viloyat deputatlar, bu yerda texnik xato ketgan. Xususiy tadbirkorlarga ofis narxi 72 ming bo'lgan o'tgan, bu yil 80 ming qilib belgilash kerak bo'lgan, 8 ming so'm bo'lib bitta nol tushib qolgan. Keyin aloqa xizmatlari, ya'ni
mana antena mashtalar qo'yilgan binolarga, davlat obyektlariga o'sha ijara stavkasi 107% belgilab qolingan. Moliya vazirligi bilan Davlat aktivlari agentligi tomonidan ko'rib chiqilib, hozir tasdiqlanib kelindi u. O'sha tasdiqlangandan keyin ijara stavkasi 112% qilib kelingan antena mashtaniki o'zgardi. Qolgan hech qanaqa o'zgarish bo'lmadi. 30 dekabr kuni tasdiqlangan bu. Faqat shu ikkita texnik xato ketgani uchun o'zgartirish kiritildi. Qolgan hamma narsa shu ikkita bandda o'zgarish bo'lyapti. Ha, xuddi shunday. Nima deysizlar, hurmatli deputatlar? Marhamat, G'olibjon. Assalomu alaykum, hurmatli Pokiza Shavkatovna, hurmatli deputatlar. Hozir men savolim bitta edi. Mana davlat aktivlarini boshqarish huzuridagi o'sha davlat mulkini ijaraga berish agentligi sizning asosiy vazifa bu yerda ko'rsatilgan davlat mulkini ijaraga berish jarayonlarini tashkil etish bo'yicha. Chunki sizga men xat chiqarganman oldin. Mana prezidentimiz 278-sonli qarori bo'yicha xabaringiz bor, Mirzobod tumanida muhandislik maktabi tashkil qilyapti. Unda ikkita tashkilot ijarada turibdi hozir. U tashkilot bilan ijarani faqatgina siz bekor qila olasizda. Sizga xat chiqarilgan, lekin ijobiy javob olmayapmiz. Chunki 1-iyungacha ular bilan shartnoma tugatilishi kerak. Hozir qabul jarayonlari ketyapti u maktabga. Rekonstruksiya qilish bo'yicha viloyat hokimimiz loyihani tasdiqlagan. U yerda yangi o'quv yilidan o'quv jarayoni boshlanishi kerak. Shunday holatda agar ijara shartnomasi tugatilmasa ular bilan ertaga 3 ta tashkilot bitta joyda bo'lib qoladi, umuman iloji bo'lmay qoladi-da buni. Shu masalada nima ishlar qilinyapti, shuni bir taklifni bersangiz. Hozir o'rinli savolni qo'ydingiz. Bugun ertalab bizdan ham bu bo'yicha so'rov bo'ldi. Hozir siz aytayotgan bo'yicha o'zim mart oyidan ishda faoliyatimni boshlaganman. Shu bu yil mart oyidan. Bugungi topshiriqdan ketdi. U yerda Buxoro instituti turibdi, xususiy va sizda bitta oshxonachimiz bor va undan tashqari antena mashtamiz bor. Antena mashta u texnik maydonda hech qanaqa sizga xalaqit bermaydi. Undan ijara haqi tushadi siz. Buxoro institutini chiqarish bo'yicha ular xabaringiz bor, birinchi akademik litsey, 4-mikrorayonda akademik litseyda olib foydalangan, ular joy-joy ko'chib borib, oxiri shu yergacha borishganda, u bo'yicha biz takliflar kiritganmiz, hozir ishlayapmiz. Boyaginday haqiqatan isbotlab chiqarishda ham odilona, bugungi kunda sudlarimiz ham odilona chiqarib beryapti-da. Tadbirkorga 3 yilgacha shartnoma tuzilganmi, 3 yilgacha turishga haqqi bor degan narsa bilan bizni ham bekor qilib tashyapti, balansda saqlovchinikida ham bekor bo'lyapti-da. Shunday vaziyatlar bo'lib qolyapti, yutqazayotganmiz. Hozir ular vaqtida to'lovini qilyapti. Bu bo'yicha respublikamiz bilan hamkorlikda ishlab, xudo xolasa u yerda bo'shatib beramiz baribir. Agar sizlarga o'sha ma'lum miqdordagi foydalanishga kerak bo'ladigan bo'lsa, har xonasini bo'shatirib beramiz ularni. Birgalikda hamkorlik. Buni qilish kerak, sababiki bu yerda endi bolalarimiz keladi, ertaga qabul bo'ladi. Bu ham ikkita tashkilot bitta bo'lib ertaga talashib boshqa. U tadbirkorga ham yordam beringlar, bo'sh joylar ko'p-ku, bir joy topinglar, ular ham nima bo'lmasin, bular ham. Shuning uchun bu masalani bir Abshokir aka biz o'zimiz ham deputatlar bir ko'rib chiqaylik, hokimga taklifimizni beraylik, chunki erta ular alohida bo'lmasa bu joy, bu ham bitta katta bir nima bo'lyapti. Ya'ni bu prezidentimizning yangi loyihalari. Xuddi mana ijod prezident maktabiga o'xshagan bir katta bir muassasa bo'ladi bu. Endi tadbirkorni ham xafa qilishimiz kerak emas, unga ham yaxshi joy topib berishimiz kerak. Bu masalada o'zimiz ham shug'ullanib ko'raylik, yordam qilaylik. Rahmat. Bormi yana fikrlar? Mana sizga mangamchilar ijara uchun joyim bor. O'zdan arbitran kelyapti, antena qo'yish. Shunda antena qo'ysa, ijara pulini siz nazoratga olsangiz kerak. O'zim Siz nodavlat notijorat tashkilotsiz. Siz o'zingiz to'g'ridan-to'g'ri qilishga haqqingiz bor. Agarda siz o'sha hisoblash tartibida yoki undirishlarda sizga muammo bo'lmasin deydigan bo'lsangiz, biz unga javobgar bo'lamiz. Undirishiga, o'sha qo'yilgan hisob-kitobiga biz javob beramiz. Agar mana xo'jalik hisobidagi tashkilot bo'ladimi, misol uchun yoki nodavlat notijorat tashkilotlari bo'ladigan bo'lsa, bu ma'lumot o'rnida aytaman. Bu ijara stavkasi eng kam stavkasi deb belgilangan. Shundan past ijaraga berish haqqi yo'q. Bu soliq sistemasida ham ishlab chiqiladi, davlat mulkiga nisbatan ham ishlab chiqariladi va xususiy tadbirkorlar uchun ham ishlab chiqilgan koeffitsiyentlar bor, ijara haqqilar bor, o'shanga asosan hisoblab chiqiladi. Bundan kam berishga mumkin emas.
narxi stavkasi o'zgaradi, koeffitsient o'zgarmaydi. Rahmat. Agar boshqa savollar bo'lmasa, qaror loyihalari qo'lingizda turibdi, hurmatli deputatlar. Sizga ham rahmat ishtirokingiz uchun. Agar qanaqadir savollar tug'iladigan bo'lsa, hali shu yerdalar, bemalol gaplashib olishinglar mumkin. Marhamat, qaror loyihalarini tasdiqlab ovoz berishini so'rayman. Rozilar? Qarshilar? Yo'q, betaraflar? Yo'q. Hurmatli sessiya ishtirokchilari, sessiyani yopishdan oldin barchangizni mana kirib kelayotgan hayit ayyomlari bilan va bugungi mana shu hammamiz ham o'quvchi bo'lganmiz, so'nggi qo'ng'iroq ayyom bilan mana prezidentimizga tabriklarni ertalab bolalarimizga o'qib berdik. Hammalarini mana shunday bir ayyomlar bilan tabriklayman, iloyim. Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin, xalqimiz omon bo'lsin, farzandlarimiz sog' salomat bo'lishsin, bayramlarni yaxshi o'tkazib olinglar. Shuning bilan Xalq deputatlari viloyat kengashining navbatdagi 36-sessiyasini yopiq deb e'lon qilaman. Rahmat, hammalarga sog' bo'ling.